Assalomu alaykum. Kecha Millidaman aksiyasida ishtirok etish uchun video chiqargandik. Ko'pchilik kommentariyada yozibdi, tushunmadik, qanaqa qilib ro'yxatdan o'tishni ko'rsating debdi. Bugun o'sha narsani noldan ko'rsatib, tushuntirib berishga harakat qilamiz. Diqqat bilan kuzating. Yoqsa like va podpiska bosib qo'yishni unutmang. Mana shu botga kirib olamiz. Millidaman bot manzili kanalda ham bor. Telegram kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Startni bosamiz, boshlashni. Iltimos, ismingizni harflar bilan kiriting. Raqamlar kiritish mumkin emas. Masalan, Diyor deb kiritamiz. Iltimos, to'liq ismingizni kiriting. Ism, otangizning ismi va familiya. Diyor, otangizning ismi. Mahkam o'g'li. Familiya Mahkamov. Siz o'zingizning familiya ismingizni to'liq kiritasiz. Pasportda qanaqa ko'rsatilgan bo'lsa, xuddi shunaqa. Iltimos, tug'ilgan sanangizni kiriting. Birinchi kunni kiritasiz. 12/02/2000. Mana shu tarzda kiritasiz. Erkak, ayol, erkak. Viloyatingizni tanlaysiz. Masalan, Qashqadaryo, Andijon, Buxoro, Jizzax. Qaysi viloyatdan bo'lsangiz, o'shani tanlaysiz. Masalan, Qashqadaryo, Qarshi. Telefon raqamingizni kiritasiz bu yerga. 998 97 00 78 65. Telefon raqamingizni kiritganingizdan keyin bu yerda shartlar bor. Mana ko'rib chiqsangiz, nima qilish kerak, sovg'ani qanaqa qilib oladi. Mumkin bo'lsa o'qib chiqishingiz mumkin bu shartlarni. Qabul qilaman deb bosganingizdan keyin siz ro'yxatdan o'tasiz. O'tganingizdan keyin bu yerga Milliy telekanalda 1 soatda 3 ta kodni chiqarib turadi. Buni gruppalardan yo kanalga har doim tashlab turadi. Kanaldan olishingiz mumkin. Telegram kanalimizdan. Bu yerga kodni kiritasiz. Masalan, 7885 bo'ladimi, 8677 bo'ladimi? 2 talik, 4 talik kod bo'ladi. O'shani kiritganingizdan keyin kod to'g'ri, bu kod yaroqsiz yoki muddat tugagan. O'shanaqa kod bo'ladi. O'shanaqa kodni kiritganingizdan keyin bu qabul qiladi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa like bosib obuna bo'lishni unutmang.